Bugün okuyduğum ikinci hikayemiz Akif Kolar. Burunun burnusida bir kentte ikki akuka yaşaydı ekan. O ikki akukaninki ata-anasi kichik vaqtida tugab ketgachga, ular kichkidan tortib yetimlikda ochsar bo'lib, nihoyat kambag'al holatda aran cho'ngibdi. Cho'ngi bo'lsa, sal o'rinroq, tayyor cho'ngibdi. İnisi bolsa işcan, aqlliq, bir narsalarni o'rganish qiziqadigan ziyrak bola bo'lib cho'ngibdi. Shuning bilan ular o'z yesidan turmushini qamdayolmay, boshqa bir yerga berib, jut ko'rib, o'ziniki turmushini qamdashni o'ylab, ular yo'lga chiqibdi. Ular mengibdi, tog'lardan o'tibdi, o'rmonliqlarni o'tibdi, suv kechibdi. Oxiri shundoq ketib bir yerda bir och yo'lga kelibdi. Birisi mol dunyo yo'li debdi. Yana birisi aql topadigan yo'l, hikmat o'rganar yo'li debdi. Shuning bilan aksi tas o'rganishni xo'sh yoqmaydigan o'rin bo'lg'ashqa, lekin mol dunyoni bek yaxshi ko'rgachga, u albatta hukam, men mol dunyo bar yo'lga mangay. Sen aqlliq bo'lgandikin, hikmat bar yo'lga mangin. Sen o'rgansa emasmi, davomliq bir narsalarni yaxshi ko'rsa, o'rganib tursan. Mening sen qaraganda kallam taz yaxshi ishlamaydi. Shunga asaroq yo'lga mangayjimi debdi. Inisi nihoyat xushal holda, ma'qul aka, ma'qul. Amsa Allohga omonat, o'zingni asirg'in. Xo'sh, deb ikki akuka ikki yo'l qarab mengibdi. Shuning bilan cho'ng o'g'il uzun o'tmayla mol dunyoga erishibdi. Kichik o'g'il bo'lsa, u yo'lda bir tabibga uchrab qolibdi. Tabib degan doktor degan gap. Shuning bilan bu donishmand tabib bu bolani nihoyat yaxshi ko'rib qolibdi. Chunki bu bola nihoyat tirishchan, aqlli, nihoyat tafsili o'rin emaskan. U ustozi nima desa, shuni voyaga yetkazib qildi ekan. Ham o'rgatganlarni texim yaxshi tutib olaydi ekan, qidirqinib o'rganadi ekan. Shuning bilan buvay bu bolaga barliq hunarlarni o'rgatibdi. Shuning bilan bu bola toza voyaga yetgan, nihoyat aqlli bir tabib bo'libdi. Shuning bilan u o'z yurtiga qaytib, tabiblik qilibdi. Ojiz, pul yo'q dehonlarni bekorga davolabdi. U xalqning olqishiga erishibdi. Hammadan uni bek yaxshi ko'ribdi. Shuning bilan bu bolaninki obro'yi o'sib, xalqlar yaxshi ko'ribdi. Alloh uningga nurg'un boyliqlarni beribdi. Endi cho'ng aksiga kelayli. Cho'ng aksi u yo'lga borgandan nurg'un mol dunyoga erishibdi. Ana degan bu pulni qanday ishlabdi? U hech qilmabdi. U yetibdi, yebdi, o'ynabdi, pullarni chechibdi, aski qalaymiqan yerlarga ishiltibdi, lekin bilim o'rganmabdi, savdo qilmabdi, faqat yetibdi, yebdi, uni aski ishlarga ishiltibdi. Faqat yaxshilik kambag'allarga yordam qilmabdi. U kunlab shu loyihasal bo'lib o'tabdi. Kunda pulini olmab qo'yib, video ko'rdiga, game o'ynaydiga, ondan keyin faqat kitob o'qimaydiga, kunlab shundoq o'tkazibdi. Shuning bilan uning bir mol dunyosi, heliqi pulchiq bachaqda billa game o'ynaydigan, o'yinchoq o'ynaydigan do'stlarining hammasi ketibdi. Bu og'rib qopdi. U do'stlarning birisi asqatmabdi. Heliq o'yinlarmi buningga asqatmabdi. Shuning bilan bu pul tugabdi, og'ribdi, qo'sq ichibdi. Bu qanday qildi? Oxiri bu yana kambag'al bo'lib, ko'chaga chiqib tilamchilik qildi. Shuning bilan u ham og'riq, ham qo'sqoch, ham tilamchilik qilib, nihoyat bechora o'tirsa, bu yezdagi bir oq ko'ngil odam uningga nasihat qilibdi.
aytibdi, ha? Ey, qara, o'zing yoshlanib tursan. Bu yerda divanchilik qilib o'tag'andin, yondagi kanatda bir donliq tevib borkan. Sen shu yerga berib, bir davolanib baq. Saqayib qolsang, o'z kuchingga tayanib, ravs emgak qilsang, sen yaxshi kun ko'rsan, debdi. Buni anglagan cho'ng akisi nihoyat xijil bo'pti. Ham putlarini so'rgan holda mengib o'z yurtiga qaytibdi. Nihoyat javr-javali bilan qaytibdi, chunki uning qo'sqimi ichibdi, ham puli yo'qka, ham og'riqka, shunga yeliq uzun mangan yo'lni qaytib besib, o'z yurtiga qaytibdi. Ming bir jafoda yeliq tevibni ko'rishibdika, qarasa, u o'zining ukisi. Ukisi bo'lsa, nihoyat dematlik, nihoyat oq ko'ngil bo'lg'achqa, akisini ko'rib shunchalik xush bo'lib ketibdi. Shuning bilan uningga to'g'ri tomoqlarni berib, uni nihoyat yaxshi davolab, uni saqaytibdi. Shuning bilan bu akisimi bilim o'rganib, yaxshi odam bo'pti. Shuning bilan bular nihoyat o'z kuchiga tayanib, o'zining aqlli qalbisini ishlatib, bir umr xotirjam o'tibdi. Shunga bu hikoyada o'ynab, kitob o'qimay, kunda game o'ynab, qisa cho'ng bo'lganda, ashuna ko'chada qoldigan divan bo'lib qoldi ekan. Shunga kichik vaqtidan tortib, kitoblarni o'qib, yaxshi o'rgansa, cho'ng bo'lganda donliq, hali boshqalarga yaxshi ish qila oladigan, obro'yliq odamlarga aylandi ekan. Unda odamlarni Alloh bek yaxshi ko'rdi. Shunga bu hikoyada sizlar bir hikmatli so'zni tutib olinglar. Buni opang dadanglarga deb bersanglarchi, ular xushilab ketadi. Pul topqicha aql top. Pul topqicha aql top. Ma'qul, xo'sh bolalar.